Assalomu alaykum. Bugungi videoda ekranda ko'rinib turgan holat bo'yicha demak to'liq tushuncha berib o'tamiz va qanday qilib tizimga pasport ma'lumotlarimizni yangilash mumkin. Shuni ko'rib o'tamiz. Hop, demak birinchi bo'lib e'tibor qaratadigan narsamiz bu xatolik o'zi nima uchun kelib chiqadi va qanday qilib kelib chiqadi. Hop, birinchi bo'lib biz karantin ID orqali kirish tugmasini bosamiz va quyidagi o'yin ochilganda pasport raqamini kiritib davom etish tugmasini bosamiz. Yuzni skanerdan o'tkazgandan keyin tizim bizga quyidagicha xatolik qaytardi. Bu xatolik nima sababdan chiqdi? Asosan ikki xil sabab tufayli chiqadi. Birinchisi pasport raqamini noto'g'ri kiritganimizda, ikkinchisi esa davlat nazorati yoki ID karantin tizimida bizning pasport ma'lumotlarimiz eskisi qolib ketgan yoki noto'g'ri. Bu holat yangi pasport olgan foydalanuvchilarga yoki bo'lmasam tizimga pasport ma'lumotlari xato kiritilgan foydalanuvchilarda ko'proq uchrab turibdi. Bu xatolikni to'g'rilash uchun, ya'ni bu xatolik chiqmasligi uchun biz tizimga pasport ma'lumotlarimizni yangilashimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun demak biz OneID ya'ni id.ego.uz tizimiga kiramiz. Login va parolimizni kiritib kirish tugmasini bosamiz va bizga quyidagi oyna ochiladi. Bu yerdan foydalanuvchi profili bo'limiga o'tib turib, asosiy ochilgan foydalanuvchini ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin va bu yerda biz e'tibor qaratadigan qism bu pasport seriyasi va raqami. Xo'p, pasport seriyasi va raqami to'g'ri kiritilganmi? Ya'ni qo'limizdagi pasport bilan bir xilmi? Agarda bir xil bo'lmasa, ma'lumotni yangilash tugmasini bosish orqali yangi pasportimizni ma'lumotlarini ushbu qismga yuklab olamiz. Pasport seriya va raqamiga e'tibor qaratamiz. Ma'lumot yangilangandan keyin ushbu qism o'zgarsa, ya'ni hozirgi pasport seriyamiz paydo bo'lsa, demak biz ma'lumotni yangiladik. Endi ID karantin tizimiga o'tamiz. Va ushbu qismda ma'lumotlarni yangilash yoki ro'yxatdan o'tish tugmasini ustiga bosamiz va yuzimizni skanerdan o'tkazamiz. Yuz skanerdan o'tgandan keyin bizni qayta asosiy sahifaga o'tadi va demak biz ma'lumotlarimizni ID karantin tizimida yangiladik. Ya'ni hozirgi joriy pasport seriyamizni kiritdik. Endi tizimga kirib olamiz. ID orqali kirishni bosdik, pasport seriyani kiritdik va davom etish tugmasini bosamiz. Yuzimizni skanerdan o'tkazib, biroz kutsak, agarda barcha ma'lumotlarimiz to'g'ri yuklangan bo'lsa, bizni kerakli tizimga o'zi login qilib kiritib qo'yadi.